Kimdirlar qish keldi bu yoq g'ishtni narxini oshiramiz deganda biz g'ishtlarning narxini xudo xolasa sindirishdi, narxini tushirishni boshladi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana bugun 2025-yil 6-oktyabr. Haftaning dushanba kunidagi zavodimizdagi holat, erta bilangi holat. Xudo xolasa mana birinchi mashinamiz yuklanishni boshladi. Bu mashinamizga 10 mingta sig'adi. Xudo xolasa 10 mingta taglanyapti. Hozir Farg'ona viloyati Rishton tumaniga ketadi. Manzillarimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Navbahor qishlog'ida. Ko'rib turganlaringda ranglari atlasnoy holatda ishlarimizda, razmerlari 6, 12, 25. Eslatib o'tamiz, g'ishtlarimizda zavodda o'zidagi narx 750 so'm edi, 740 so'mdan qilib qo'ydik. Xudo xolasa bemalol kelib olib ketishlaring ham mumkin. Xudo xolasa zakaz bersalaring yetkazib ham beraveramiz. 5-6 ta o'zimizda mana bunday katta texnikalarimiz bor. 10 mingtalik texnikalar, 5 mingtalik, 3 mingtalik texnikalar ham bor. U 10 mingtalikka nisbatan qimmatroq yuradi. Vodiyda eng chekkasigadir yetkazib beryapmiz. Kelishilgan narxlarda. Batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsalaring o'zim bo'laman. Eslatib o'tamiz, biz zavod egalarimiz, biz bloger emasmiz, eslatib o'tamiz. Xudo xolasa eng arzon narxlarda yetkazib beryapmiz. Ko'rib turganlaringda hozir yuklashyapti. G'ishtlarimizda razmerini, ranglarini aytib o'tdim. Atlasnoy holatda. Xudo xolasa sanoqlariga 100% garantiyalari bor. Sanoqlariga sho'rlamaslik darajasi yuqori. Sariq tuproqdan mana ko'rib turganlaringda sariq tuproqdan chiqyapti. Bizda ko'rib turganlaring bu yerda adir-padir yo'q. Mana yaxshi tuproqlardan chiqarilyapti. Xudo xolasa sho'rlamaslik darajasi yuqori. Ehtimol bo'lishi mumkin, oqshori bo'lishi mumkin deymiz, 5-10% bo'lishi mumkin deymiz. Uqalanib ketmasligiga, sanoqlariga aytib o'taman, garantiyalari bor. Mana bu yerda ko'rib turganlaringdek, bu yerda ichkariga olib kirish jarayonlari ketyapti xumdonni ichiga. Bir kunda 50 ming, 60 mingtagadir yetkazib beraveramiz vodiy bo'ylab. Rossiyadagi akalarimiz aloqaga chiqishyapti. Hali Telegram, WhatsApp unchalik ishlamayapti shekilli. Yozib qo'ysalaring, qayerga necha mingtani aytib o'tamiz. Kartadan tashlab bersalaring ham bemalol yetkazib beraveramiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lasizlar.